Assalomu alaykum, hurmatli texnologiya fani ustozlari. Bugun biz siz bilan birgalikda tungi yoritgich mavzusidagi liliya gulini tayyorlashni o'rganamiz. Amaliy mashg'ulotimizni bajarishda bizga Isroilova Shahzoda ustozimiz menga yordam beradilar. Demak, ishni boshlaymiz. Demak, izolonimizga mana qo'limizga tushirilgan ishni mana shuni tekisgina qilib qirqib olishdan boshlaymiz. Atroflari tekis chiqishi kerak. Mana ish tushirib kesib olingan yaprog'imizga maxsus issiqlik beradigan asbobimiz bilan yaprog'imizning shaklini beramiz. Bunda yaproqni orqa tomoni qizdiriladi va ikkita barmog'imizni orasiga olib orqa tomonga cho'zamiz. Xuddi shu tartibda gulimizni yaproqlariga va o'yincha qismidagi yaproqlariga ham is tushirib shakl berib olamiz. Demak, izolonimizni bu yaprog'iga mana bu yerda rang berish uchun mana bunaqa mo'y qalamlardan foydalanamiz. Mana bu yo'g'ini mana bu tarzda bo'yab olamiz. Boshladik-ku. Yoritgichimizni, gulimizni patroni va lampochkasini bir-biriga o'rnatib olamiz. O'rnatib olingandan keyin izolondan kesib olingan tasma bilan atrofi mahkamlab o'rab chiqiladi. Bu jarayon bo'lgandan keyin izolenta bilan, ya'ni izolyatsiya lentasi bilan atrofidan mahkamlab o'raladi. Uchilarini tayyorlash uchun maxsus kesib olingan simga kley yordamida kesib kleylaymiz va zarimizga botirib olamiz. Xuddi shu tartibda 6 dona urug'chi qism tayyorlab olinadi. Tayyorlab olingan urug'chilarimizni patronimizning atrofida aylantirib terib chiqamiz. Oldin terib chiqamiz. Terib chiqilgandan keyin izolenta lentasi bilan yana bir marta mustahkamlab olamiz. Mustahkamlangandan keyin kichkina yaproqlarni gulimizni atrofiga aylantirib terib chiqamiz. Bu uchun birinchi yaproqni faqat birinchi qismi kleylanadi. Atrofidan ikkinchi va uchinchi yaprog'i terib chiqiladi. Ishni oxirida birinchi yaproqni ochib qolgan tomoni uchinchi yaproqning ustidan o'tib mahkamlanadi. Xuddi shu tartibda keyingi yaproqlar ham gulimizni atrofidan aylantirib terib chiqiladi. Ikkinchi qatorda 3 ta, uchinchi qatorda ham 3 ta yaprog'imiz aylantirib terib chiqiladi va gulimizni bosh qismi tayyor bo'ladi. Bu izolon gulimizni yaprog'ini mana bu atrofidan kleylab aylantirib chiqamiz. Kley mustahkam bo'lishi kerak. Demak, birinchi qatoriga 3 ta, ikkinchi naqasga qatoriga ham 3 ta.
Mana gulimizni yaproqlarini yopishtirib oldik. Birinchi etabi tayyor. Gulimizni tanasi uchun maxsus alyumin sim kerak bo'ladi va g'uncha qismi uchun tanasi uchun simimizni ikki bo'lak qilib olamiz. Kesib olingan simimizni o'rta qismi ochiladi, chunki gulni boshlanish joyiga mahkamlanadi. Gulni tanasi mana shu qismda mustahkam turishi uchun. So'ng gulimizni bosh qismi yopishtirilgandan keyin tanasi va yaproqlar yopishtirib olinadi. Kesib olingan tana qismidagi alyumin simimizni gulimizni bosh qismiga yopishtirdik va mana shu yopishtirilgan qismini izolenta tasmasi bilan o'rab chiqamiz. Qancha mustahkam qilinsa, gulimiz shuncha chiroyli chiqadi. Gulimizni yonadigan maxsus kabel yordamida patronimizdagi kabellarimiz bilan mustahkamlab olamiz. Qismlarni qo'limiz bilan yaxshilab mahkamlaymiz. Mahkamlangandan so'ng maxsus izolenta tasmasi bilan o'rab qotiramiz. So'ngra gulimizni vilka qismi va kabel qismini ham bir-biriga mahkamlab olamiz. Kabel qismini vilkaga ulash uchun maxsus oyoqchalariga kabelimizdagi simni o'tkazib olamiz. O'tkazib olib mahkamlaymiz. Xuddi shu jarayon ikkinchi oyoqchasida ham bajariladi. Mahkamlaymiz. Ikkita oyoqchasi maxsus teshikchaga o'rnatiladi. Mustahkamlagich ham qotirib olinadi. So'ngra vilkamizning ikkinchi qismi yopishtiriladi va maxsus mixchasi bilan mustahkamlab qo'yiladi. Keyingi jarayonda gulimizni vaqtga qotirib olamiz va tanasi hamda g'unchalarini tayyorlab, barglarini yopishtirib olamiz. Izolonimizni ortib qolgan qirqimlaridan g'uncha qismini tayyorladik va tayyorlab olingan g'unchani yaproq bilan atrofini o'rab chiqamiz. Bunda maxsus issiqlik beradigan moslamamiz kerak bo'ladi. Qismlarni issiqlik bilan yopishtirib olamiz. Ish jarayonida nafislik bilan, did bilan ishlansa, gulimiz chiroyli chiqadi. Mana tayyor bo'lgan g'unchamizni mana kabelni bir-biriga qiyladik. Endi esa izolenta bilan bog'lab olamiz. Tayyor bo'lgan g'unchamizning tana qismini yashil izolonimiz bilan o'rab olamiz. Gulimizni tanasini o'rash uchun izolonimizdan qirqib olamiz. Buni arasi 1 sm bo'lishi kerak. Kesib olingan tasma bilan g'unchamizning tana qismini o'rab chiqamiz. Tayyorlab olingan g'unchamizning gulimizning tana qismiga kley yordamida mahkamlaymiz. Atrofini maxsus izolenta tasmasi bilan mustahkamlab olamiz. Xuddi shu shaklda va shu ko'rinishda mahkamlab olinadi. Keyingi etapimiz tayyorlab olgan gulimizni ganchni qo'rib ko'zamizga qotirib olamiz. Mana ganchimizni solib oldik. Ganchimiz o'zi 4-5 daqiqa mobaynida qotadi. Endi esa buni svechalarni yonib o'tishini tekshirib olamiz. Mana keyingi etapimiz ana ganchga qotirib oldik va buni svechasini qanday ishlashini tekshirib olamiz. Demak, mana ko'rdingizlar, yondi. Endi qolgan keyingi etapimizni bajaramiz. Demak, tayyor bo'lgan gulimizni mana bu kabelini yopish maqsadida izolenta bilan qiliylab yopib chiqamiz, bog'lab.
mana tana qismini izolon bilan o'rab oldik. Mana endi keyingi qism bargini yopishtirib olish bo'ladi. Demak, bargini tanasiga qistirib yaxshilab qilaylab chiqamiz. Mana buni buklagan holatda. Gulimiz yana ham chiroyli chiqishi uchun mana bu rangli bargdan ham foydalanishimiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa holatda yopishtiriladi. Gulimizga yana ham chiroy berdi. Mana aziz ustozlar, gulimiz mana tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Mana o'zingiz ko'rib baho bering.